Aka, Urgutda nimalar bo'lyapti? Nimalar qilyapsiz aka? Hammasi rost aka, keling. Bunaqa yangilikni urgutliklar bilishi kerak aka. Samarqand Urgutda Chery'ning rasmiy avtosaloni ochilibdi. Xabaringiz bormi? Endi bunaqangi avtomobillarni xarid qilish uchun Toshkentga yoki Samarqand shahriga borish shart emas. Bu yerdan siz Chery'ning eng ommabop modellarini topishingiz mumkin. 364 million 900 ming so'mga siz 2026-yilda yangilangan dizaynda chiqayotgan Chery Arizo 8 gibridini xarid qilishingiz mumkin. To'liq zaryadka bilan 2000 km masofa bosib o'targan. Ko'pchilikka yoqgan Tiggo 8 Pro avtomobilimiz endilikda 2026-yildan boshlab gibrid variantda chiqilyapti. To'liq zaryadka bilan 1200 km masofani bosib o'targan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 399 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Voy, torpedalari ham sifatli charm bilan tikilgan ekan. Salon interyerida gapirmasa ham bo'ladi, yorib qo'yishgan. Agar sizga benzinda yuradigan variant qiziq bo'ladigan bo'lsa, Chery Arizoni 6 Prosini tavsiya qilamiz. Bu avtomobilimizni siz 254 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Agar naqdga oladigan bo'lsangiz, 25 million skidka qilib berishadi, ya'ni 229 million 900 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Yana siz uchun qulay tomoni, bu avtosalonda siz boshlang'ich 30% ni to'lab, qolgan summani 60 oyga penasiz, foizlarsiz to'lovlarni amalga oshirsangiz bo'ladi. Bu avtomobillar haqida ma'lumot olishingiz uchun quyidagi raqamlarga telefon qiling yoki Urgutda joylashgan Chery rasmiy avtosaloniga o'zingiz tashrif buyuring.